hammaga mashina olishimni aytib qo'ydim. Ana endi videolarni joylamasam bo'lmaydi. Demak, challenge'imizning bugun birinchi kuni va zakazlarni tayyorlashni boshladim. 12 ta viloyat bo'ylab zakaz qilgan qizlarning zakazlari bor. Agar siz viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, biz sizga BTS pochta orqali chiqazamiz va bizga sizni ma'lumotlaringiz kerak bo'ladi. Ismingiz, nomeringiz va manzilingiz. Biz shu ma'lumotlarni yozamiz va 2 oylik soch parvarish o'g'ot naborimizni yetkazib berishga tayyormiz. Hamma zakazlarni shunaqa tayyorlaganimdan keyin BTSga olib topshirdim va ular korobkalarga joylab, ma'lumotlarni bazaga kiritib chiqazib yuborishdi va viloyatga 1 yoki 2 kunda zakazlar yetib boradi. Agar Toshkent shahrining o'zida yashasangiz, Yandex'dan chiqazib berishga tayyormiz. Mahsulotlarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun Telegramdan almarias@melichkasiga yozing. Men sizga to'liq ma'lumotni beraman hamda yetkazib berishga tayyorman. Aytgancha ikkinchi qismida necha pullik sotuv bo'lganini ko'rsataman. Shuning uchun profilimga o'tib olinglar.